Assalomu alaykum. Men Muxtor va Nilufar Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasiman. Bugungi mavzuimiz Sharq allomalarining pedagogik qarashlari. Bugungi mavzuimiz bo'yicha 3 ta rejamiz mavjud. Bular Markaziy Osiyoda ibtidoiy jamoa davridagi bola tarbiyasi. Ikkinchi rejamiz esa Imom Ismoil al-Buxoriy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xosxo'jiyev, Navoiy va boshqa mutafakkirlarning axloqiy ma'rifiy merosi, pedagogik qarashlaridir. Axloqan pok va yetuk insonlarni tarbiyalash masalasini muvaffaqiyatli hal etishda xalqimizning ma'naviy boyliklari, ajdodlarimizning bizga qoldirgan ilmiy merosi va tarixiy tarbiyaviy tajribalarni o'rganib chiqish, ularning yutuqlarini ta'lim-tarbiya ishlariga tatbiq etishning ahamiyati juda ham kattadir. Shu o'rinda aytish lozimki, antik pedagogikada tabiatga, atrof-muhitga o'zaro ongli munosabatlarda axloqiy munosabatlar majmuasi bo'lgan donishmandlik pedagogikasi shakllangan. Bu pedagogik yondashishlar mashhur Avesto, ya'ni eramizdan avvalgi 7-asrdagi asarda hamda qadimgi Xitoyning Daos maktabi eramizdan avvalgi 3-asr tajribalarida ko'rsatilgan edi. Eramizdan avvalgi 2-asrlarga kelib O'rta Osiyo, qadimgi Hindiston pedagogikasida saxiylik, sofdillik, inson qalbi kabi ma'naviy g'oyalar ilgari surilgan. 610-yillarga kelib shakllangan islom dinining muqaddas kitobi bo'lgan Qur'oni Karimda inson mohiyati to'la ochiq berilgandir. Unda komil inson tarbiyasi asosiy maqsad qilib qo'yilgandi. Qur'oni Karimdagi ta'lim-tarbiyaga oid ulug' xazina al-Buxoriy hazratlarining hadislarida beriladi. Jumladan 38-hadisda shunday deyilgan: farzandlaringizni izzat ikrom qilish, Jumladan 38-hadisda shunday deyilgan: farzandlaringizni izzat ikrom qilish bilan birga axloq odobini ham yaxshilangiz deb aytib o'tilgan. Ta'lim-tarbiya insoniy munosabatlarning falsafiy asoslari, tasavvuf ilmi yoritib beriladi. Renessans deb nomlangan 9-15-asr Markaziy Osiyoda didaktik madaniyat eng yuqori ko'tarilgan. Bu davrda sharq madaniyatini umum insoniy qadriyat darajasiga ko'tarish markazi Ma'mun akademiyasi 9-asr Bag'dod Baytul Hikma tashkil etildi. Akademiya ilmiy ijodkorlari o'z faoliyatida yaqin hamda o'rta sharq xalqlari moddiy hamda ma'naviy madaniyatining qo'shilishi negizida hozirgi Markaziy Osiyo madaniyatining asosiy bir-biridan ajratilmagan ko'p qirrali aralashma turi vujudga keldi. Xulosa qilib aytamizki, sharqdagi uyg'onish davrida, ya'ni 9 va 11-asrlar arab, musulmon madaniyatining yaqin hamda Markaziy Osiyo xalqlarining moddiy hamda ma'naviy madaniyati bilan birlashishi negizida alohida sinkretik, ya'ni yunoncha sinkretismos birlashish, yaxlitlik, qo'shilish, madaniyat birlashgan turi vujudga kelgan. Allomalar, ya'ni Xorazmiy, Farobiy, Al-Kindi, Beruniy, Ibn Sino hamda boshqalar uning asoschilari sifatida mashhur bo'ldilar. Bu madaniyatning asosiy markazlari Suriya, Eron, Markaziy Osiyo hududlarida joylashgan. Sharq mutafakkirlari o'z asarlarida ta'lim metodlari, qoidalari, tamoyillari, metodlari hamda shakllari negizida ta'lim amaliyotining mohiyatini ifoda etadilar. Mavzuimiz qisqacha shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.